Tamam. Şöyle canlı da. Evet. Zarif. Ya telefonu koysana erkek. Kengişirekten alıp buraya, kengişirekten. Taraftan. Tutuldu. Özellikle şunu karıştırdı olaya. Bunu bakın tutmağı karıştı. Gelin yok, gelin. Yok abi, boş da. Konuya yolundayım. Daha gelin yok ki. Gelin yok daha. Git. Yani gümüş kutu olmadı. Hadi Ömer. Bırak dur. Şimdi şurada para şeyler açılar kırsın. Kaysar mı kırar? Şurada mı? Olanlara da çiğsin. Ha. Altın anasız bir sana şu. Nasıl ki? Unutma. Pastga tushungar kan? Mohon cakra ini. Arkaya. Açacağım kan? Ya söylemeye mi lan?
İngilizce'de Nimet öyle tutacak mı? İnşallah. İstekene canım içersin. Yazmaz da mıyız mı? Gördüğüm olacak mı? Ağzınızda yuvarlık duymak da. Ben tutturmadım. Olacak. Tekrar. Hadi hadi. Bak belir artık hadi gidecek. Hadi. Teganlardan qaysi qaytargan maruz? Yigitlar turkanlar iyi. Bu ne ya? Şakaçalı etmeyin. Abi canım. O kadar var değil mi? Anlaşılmaz mı işte? Çörek tutma. İkra yok ya ne de. Ötüp keting. Teganasi qanchta o'tira? Shu yoqda o'tira. Bu yoqda emas. Oynadan gel kolay oyna. Çok bekliyorum. Tüyüşün yok bakayım. Tüyüşün bakayım. Sarım. Telefon orada. Var mı lan konuşmak? Ha? Asete. Zara. Ya aman. Roman nima chiqib ketdi? Men Şöyle mi? Korktu mu? Omre, hadi kaptan. Hoşça kaptan kamera. Jangan oydu jangan kamera. Bu oyalımındayım. Başına toyuna hazır olayım. Mehkasileten üreticilerim. İnşallah kendime hoş şekerim. Ama ne olsun? Nasıl bize niye böyle toylarda yapıştık? Mutlu bahçemiz ayrılmasın da. Dostlarımızdan devamlı olsun. Kamsan ne yapacak diyorum başına. Olmadı mı? Başına Alo. Yok başlansın benim. Olur. Namazı hocam bir daha. Teganasi bir zot aytib chiqaring. Haydi hazır dostum. Sağ olsun. Alacak. Yaxshi o'tkazak to'y deymiz, sizga mutluluklar tileriz. Akşam şuraya bize koyup gelek. Allah'ın sizlarınız, dasturxonlaringiz eniga bo'yga ochib jirsin. İşte çıkmadınız mı?
Yok hala dinlikte çığır yaptı da. Şarkı. Tamam. Yani bu kadar çarpılmasaydı. Yani şunu çok patikasını aldı ki. Çuylu kok. Zer çuylu kok mu burası? Zaten çok iyi ne kadar. Skorpiyonlar bir turardı. Yandan turardı. Allah'ım Evet, Rabbim ya. Turmaya kalktıydı zaten. Zaten daha ayıpta sen aslında. Şu azın mı? Ayıp değil. Bir şey yapın ya. Ne gerek? Şundan mı kurtarın? Tam rekord tuttu. Hakkını yemek koydum. Yok lan yine yok. Benim de kalktı. Kıyokun zertti, kıyokun namlike. Kanka ye geldi. Baştan bas vereyim mi? Bas bire yine. Buna çırbalı yedik. Çırval da yapayla çıkar ha. Hiç düşemem de. Hazır mıyız? Tamam. Şey bunu hazırlar ya. İyi. Zap satır ona kadar neyse. Kayıt. Kayıt orada. Kilometre. Ya Boras da pesta koşan. Kıyır. Niye gidiyoruz diye. Ben işte çelim bir ama aşağı. Niye girdiniz bilmiyorum. Şöyle oturun. Tamam. Var şimdi. Aşnası düğünesi. Ey altı. Bugün ersten ama çapın gidirik ben. Şerit kaçışma var. Aşnası çapan giyadi. Bizim usul kaçmıyor. Kim? Kızım bir şey. Kim? Durursun. Kim? Ama ki? Onlar aldı da. Gülümseyin. Aram res saat. Kızım bir şey. Kaşayım boşaldım gezdik. İgon paylaşalmışsın ha. Erkin. Ya başla ya. İgon soyun diyecek sen paylaşalım. Çapanlı başlayın. Ha kurağımız da var. Kapanlı koyuyorlar. paylaşalım. Çapan gidiyor ben mecbur açtan sen gidiyor. Pasta açıp koysun pasta. Ay beylerin yüzüne romanlı. Kolu bıçaklamasın. Beylesin de. Yaxşı bir tane özü. Çapanda bir, romanda bir durmalı. Kurkez mi? Kurkezek ver mi koyar? Kurkez mi? Derro kiyinip. Derro keçsem kiyo da derro kiyinip koy deyip. Kolumuz cingin olsun. 100 lira olur mu? Dua verin. Duanı verin. 100 lira. Bana Güldenster kızım durmuş yolu ayakta yaptı. Kılıcanı gem ay bağıtlı altın tahtlı günüm olsun. Barağın yerine taşay bağıtlı gitsin. En bağıtlı günlerin bir oldu saklayacak. O bir koytağız kesin. Dua bir de. Dua ben bile. Yo ben bir kere. Bekki. Nima kaç para yapsanız? Vay. Ay yaşa sağ olun. Sözüm. Koyalım abi. Partika? İşte kras bir game indiriyoruz ben de. La partika bir öyle. Bizim partinka. Sen ne kadar yapıyorsun? Evet. Çuval kanaşlar. Azkın. Çuval kanaşlar. Satırda. Onu çiçmiştim. Tamam. Aşağıda. Bir maaşı gelme. Puan kımap diyorlar ha. Haydi. Hastaneye tura çıkıp içine bula. Şöyle bir tane. Bunlar yarın gider. Aman. Dastan. Tura mı? Turaya kal.
Rahmat, спасибо. Over me, I am wrecked against this fire, and I will not turn away.
sadiya Tantedin kaldırıp elleri Hayradıp dilleri aydın aydalin Üstündasında her kim Bize deysinler dünyada balıklı yaşlar Öğlenyen senin çıkıyan kayıp Gireliyer toy bir kana Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy kutrap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu Vay 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 Nazir aydımlar aytsın Sadiyan sallar sanıp hedil bersinler Hani 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 mihmanlar durmasın Aylanıp kuş tepsin lezgin oynasın Üstün başında her kim Bize deysinler dünyada balıklı yaşlar Öğlenyen çıkıyan kıyıp baralıyor Toy bir kana Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy kutlap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu Vay 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 Öğlenyen senin çıkıyan kayıp Gireliyer toy bir kana Toy bugün bizde toy Bugün bizde toy utlap gelin toymuza Vay 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 Toy 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 Bugün bizde toy El ele verip ele gel bilise balık kurulu Toy 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 Bugün bizde toy Bugün bizde toy kutlap gelin toymuza Yar toy 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 Bugün bizde toy Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu Vay 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 Aydın yara ışkına eriyen min zaraya Nar yanak bezeyen ol dildara Aydın şirin canım avara Yürek zara erkim yok savrıma gelse yara Nur payla ömrümü zülfü tara Bağladım ömrüm benim kızara Bakın
durun nişanı men Müaşın söyü kun gerdenimde daşan men Bu halma seret Razı ola yürük yanıp dur Bakın kara gülleri donup durun nişanı men Müaşın söyü kun gerdenimde daşan men Bu halma seret Razı ola yürük yanıp dur Kaşqadaryo, Surxondaryo tomonda Mana balla gap atadi yomanda Xorazmdan salam aytdim salamda Qo'shiq aytib keldim sizlar tomona Kaşqadaryo, Surxondaryo tomonda Mana balla gap atadi yomanda Xorazmdan salam aytdim salamda Qo'shiq aytib keldim sizlar tomona Saçıma karıysan doğru uzun saçım 18'de yaşım kalkmadım ku kaşım Saçıma karıysan uzun uzundur saçım Kaşqadaryo, Surxondaryo tomonda Mana balla gap atadi yomanda Xorazmdan salam aytdim salamda Qo'shiq aytib keldim sizlar tomona Kaşqadaryo, Surxondaryo tomonda Mana balla gap atadi yomanda Xorazmdan salam aytdim salamda Qo'shiq aytib keldim sizlar tomona Yüreğim uğrar sana Gepleri var bana Hayalımı aldı Şu devrede bir bala Hey yüreğim oynap sana Gepleri var bana Hayalımı aldı Şu devrede bir bala Kaşqadaryo, Surxondaryo tomonda Mana balla gap atadi yomanda Xorazmdan salam aytdim salamda Qo'shiq aytib keldim sizlar tomona Kaşqadaryo, Surxondaryo tomonda Mana balla gap atadi yomanda Xorazmdan salam aytdim salamda Qo'shiq aytib keldim sizlar tomona Erkek ayımsan, değişini sağındım Güzel ayımsan, değişini sağındım Erkek ayımsan, değişini sağındım Güzel ayımsan, değişini sağındım Canım uzaklardan kaçan gelersen Yanımda kolu uçlaşıp kaçan yürersen Bahar öttü yaz ötedi ve de berersen Şu hafta gelmesen beni düşte görersen Tam şu hafta gelmesen düşte görersen Erkek ayımsan değişini sağındım Güzel ayımsan değişini sağındım Erkek ayımsan
ayımsan. Değişini sakındım güzel ayımsan. Değişini sakındım erkek ayımsan. Değişini sakındım güzel ayımsan. Değişini sakındım erkek ayımsan. Değişini sakındım güzel ayımsan. Değişini sakındım erkek ayımsan. Değişini sakındım güzel ayımsan. Değişini sakındım. Erkek ayımsan. Kaçtık. Bana ne? Tam.
Memleket güderi. Şu amalık da var. Ha qara arkaga qara. Açığa kelin. Arkaga qara zor zat oldu. Açığa. Ben birden işler zarif. Şampanya. Qaradık. Hey, elon. Komedi. Tuttu. Tamam. Yok bu maydı. Bu gerçekten bu maydı. Singil. Hakkı cana buldu yani. Çingereyiz. Konuşmakta da buldu mu? Yok, nima? Kozlan var olsa yüzden bası verin. Da qaradık zarif. Kara tezek. Ne qaradık? Şampanski. Çay qayt. Şampanski. Kızar. Şampanya içiyoruz. Ay benim aşkım bir şey topta aldık mı? İzurdu da çıkar. Tekerler çıkar. Şirikler. Aparatlara qaratma lekin. Ben çay var yine. Kardeş, bir de Anne çıkarttı. ayak var mı? Ki. Kardeş, kamerada gözükmüyor lütfen. Gözü göstereyim, kusura bakma. Şuracık bir de. Vallahi acımam bak. Söyledim ben. Biz arkadayız abi. Tamam. Allah koş patlak gitti. Ay yapacağım bir şey yok. Kıtarıp kaladı. Asker açtıklar. He, açtıklar. Elbette açardan jeri var onu. Zarkan. Sizler qatar o'tiringlar da. Zarif. Bo'ldi qilay, давай, tur нормально turun. Şurada turun. Tamam, eshitmayman, zakon mu? Plasmas var edi, bechlar qani sizda. Plasmas kilim var. Ey, yaxshi shimtida olmaydi uni. Zarif. Mashinalar. Jana bir ko'tarib jurdi. Çıkarmayın. Plasmasni men partga berdim, part ko'tarib berdi. Yani içine hem var. Karan maaşlar açılır. Vallahi hepsi buna bir tane kadar kaçıyor. Part sizda telefon var. Maşındaydı şurada, maşın arkası oturuyor. Şampanya. O hiç var mı? Evet. Sen de şampanya. Alkolsüz o. Bir qilib qarang-qarang. Ya. Bugün ko'rdingmi bir? Video qo'yamiz bugun. Bir jarda chijarsizlar yine o'tloqsiz. Yo'q a. Quyuqda o'zingizga birinchi. Aka bir shut fursat qilib jirasizmi? Alkolsüz o, iç. Hadi aldınız. Şimdi bu tarafa biraz kayalı bu tarafa. Şöyle gelin fotoğraf çekilsinler. Gel. Ya karada. İmam Hakkı'ya seçin. Gel sen de böyle, gel böyle. Ben de çıkayım. Tamam. Doluşturma elinde. Ha, tuğmalakın var. Doluşturayım ha. İşte kol siz çıkmalı mı? Tamam. Yapına var indi buram. Yapına var canım. Siz geplemeyeceğim. Siz geplemeyeceğim. Oldu. Igen aytın ha. Evet, nimadimiz mana bugün Sarıbaş'ta Orangülüs'te kelin to'yda Şaylda mani çekimdeyiz. İnce mantıklarımız şunday kim olsun. Baştan bilen kelin bağıtlı olsun. Nima deymiz başka? İnşallah hem çekimde jürek. Hammamiz. İnşallah. Bibiş. Mana kim gapirmab edi, yo'qmi? Seni kaç olacak diyeyim ben topla. Haydi. Ekran zincir qıngar, zincir. Zincir qanday bo'ldi ya? Ay maşallah. Aynak. Konuşmaya kal. Başka yok mu? Ez yok mu bunu? I get wings to fly. Oh, I'm alive.
couldn't get much higher. My spirit takes flight, 'cause I'm alive. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive. I am alive. When you reach for me, reasons deep inside, God knows that I'll be the one standing by through good and through trying times. And it's only begun. I can't wait for the rest of my life. When you call on me, when you call on me, when you reach for me, when you reach for me, I get wings to fly. I feel that when you bless the day, you bless the day, I just drift away, all my worries gone. I know that I'm alive. I get wings to fly. God knows that I'm Ha? Aç. Bilmeysin mi ya? Ha bunday. Tayyor mu? Tayyormi? Büyük ustozlarimiz qo'shilib. Ha. Bir dostum var eslatadi bolalikni. Bir dostum var o'rgatadi donolikni. Ko'rishganda Yıldızın yarın kaynatırsın. Hasta telefonda at gel, telefonda at gel. Bir dostum var qarindoshlik bo'lib ketgan. Bir dostum var boyliklarga to'lib ketgan. Bir dostum var hozir musofirlikda. Oramizda yuragimiz yo'lib ketgan. Bir dostum var boyliklarga to'lib ketgan. Nasıl attıramaz? Nasıl attıramaz? Nasıl attıramaz? Olmaydı, ikramdı. Olmaydı. Dur da. Evet. Aşağıda olsa düğünası karşıdan arkasından ötünüzler. Eyvallah, kurtar kızak. Hadi.
Ekranda içeri koydun mu? Tamam. Haydi. Hey! Hey, la la, juri la. Birinchi balanddan so'ng pastdan. 3 kezak. 3 kezak. Menimmi? Yo'q. Kiretga payti oyoqdan bosmay hech ketmasin ku. Oyoq bosdi. Sağ oyoq. Xonasdan. Qan, qan, To'ylar to'y bo'lashsin.
ukamizning shahzodasi va shahrizodasi davramizda Guldiroz qarsak chagan insonning qo'lida turibmiz. Rahmat. Hurmatli aziz mehmonlar, ana endi bo'lib odatimizga binoan kelin salomlarga tomosha qilib olamiz. Onajon, onajonlarga, momoyu bobolariga, qolaversa oshna og'ayni-yu, amma xolalar, tog'alar barchalarga muborak bo'lsin. Kelin salom muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. Onajonlarga muborak kuyovimizning ukalari bor ekan, alohida salom qilib qo'yasiz kelinimizning ukalariga. Mehmon kelsa xo'sh degan, mehmon xola xo'sh degan. Mardlarning ham mardona, kuyov bolamizning ukajonisiga alohida salom muborak bo'lsin. Guldiroz qarsaklar bilan qarsaklar qo'yasizlar. Kuyovjo'ralarga bitta salom qilib qo'yasiz. Kelin poshsha yigitlarning sardori, har doim ko'ngillarda omad bergan eng aziz insoni ukasi bo'ladi. Omadingiz bersin. Marhamat, kuyovjo'ralar tayyorgarliklarini ko'rib turasiz. Kuyovjo'ralarga salom. Sochini qiyshiq taragan qizlar o'tsa qaragan. Mardlarning ham mardona kuyovjo'ralarga salom muborak bo'lsin. Guldiroz qarsaklar olsin. Kelinimizning dugonalar ranjimasinlar, atlas ko'ylak kiyganlar, chiroyda birinchi bo'lganlar. Omad baxtga yetargan kelinimizning dugonalariga salom muborak bo'lsin. Guldiroz qarsaklar bilan dugonalar uchun omadinglarni bersin. Kelin poshshangizdek kuyov tomonga qarab olasiz. Zarifbekka salom berib qo'yasiz. Marhamat, kelin poshshamiz yigitlarning sardori, mardlarning ham mardoni, kelin poshshaning xaridori Zarif ukamiz kuyov bolaga salom muborak bo'lsin. Guldiroz qarsaklar bilan Zarif. Rahmat.
Rahmat, baxtli bo'linglar. Zarifbey o'z nomimdan aziz mehmonlar nomidan iltimos qilaman, marhamat tanlab sevgan joyingizning yuzdagi to'yni qovona aytsangiz, kelinimizning oy chehralarini ochib qo'ysangiz, hech qachon, hech vaqt yo'lingizda to'sib bo'lmasin. Baxtli bo'lingiz. Hurmatli do'stlar, endi davramizni ozgina kengroq ochaylik. Kelinlarimiz sizlar hamda bizlar uchun atagan raqs dasturlari bor ekan. Yoshlarimizni baxt soziga chorlab qolamizda. Rahmat, Dilamon Adajonov Belatani, qani ketding. Baxtli bo'lishsin. Ketdik, baxt sozi yoshlarimiz uchun. To'ylar boray bo'lsin, to'ylar to'y bo'laysin. yoshlarimizni o'zlari uchun tanlagan to'y dasturxoniga taklif etamiz. Baxtli bo'ling, baxtiyor bo'ling. Ilohim hech qachon yo'lingizda to'siq bo'lmasin. Yoshlarimiz qo'shganingiz bilan qo'shib qaranglar. Sen farzand bo'linglar deya Allohdan niyat qilamiz. Yana bir marotaba assalomu alaykum xonimlar va janoblar, nurdan nuroniy otaxonlarimiz va mehrlari daryo onaxonlar, lobar chiroyli opa-singillarimiz, zabardast bahodir aka-ukalarimiz, avlodimizning davomchilari, aziz farzandlarimiz, barcha mehmonlarimizga azizlarim xush kelibsizlar, qadaminglarga hasonotlar deb qolamiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, ushbu oqshom ko'rib ko'rishingizdek, o'zining yaxshi xislatlari, o'zining yaxshi fazilatlari bilan elimizda xalqimizda katta ot obro'ydan foydalanib kelayotgan akamiz Abdulla akamiz hamda yangamiz
Rejabgul yangamizning fayizli, barakatli dasturxonida to'y tantananing guvohi hamda shoyat qo'ytirmasa. Ya'ni ularni jondan shirin qo'ygan farzandlari zarur. Qolaversa ularning 2 kundan boshlab umr o'rtoq bo'lajak go'zal va betakror kelinimiz Guldasta kelinimizning baxtli kechalarini nishonlar ekanlar. Baxtli yoshlarimizga omad va sihat salomatlik, hamisha har doim yo'llari farovon bo'lmoqni buyuk Allohdan tilagan holda kechamizda urf odatimizga binoan keksasi bor xalqning farizi bor deganlardek yosh ulug'boshlar, yosh kichiklar degan maqolga rioya qilib to'y davrasiga Narboy bobolarini katta mamnuniyatlar bilan chorlab qolmoqchimiz. Narboy bobolari marhamat davradoshlar orasida bo'lsangiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz, to'ylar boray bo'lsin. Assalomu alaykum. To'yim ochib yaxshi o'tkazdi. Indiki kelgan nevara to'yidan go'shtni Guldiroz xavfsizchalarimiz rahmat, to'y boshimiz, boshi zamon davlatingiz ziyoda bo'lsin, yaxshi niyatlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, mana to'y boshimiz tomonidan kechamiz bas va jamshidimiz ochiq deb e'lon etilar ekan. Hammalarga omad, baxt bersin deymiz. Hamda kelinimizning mehribon dadajonlari Ashra akamiz, mehribon onajonlari Durduxon yangamizga kuyov muborak bo'lsin. Ilohim Ashra akam bilan Durduxonning ham farzandlarini huzur halovatini yaxshi kunlarda ko'rsin deya niyat qilamiz. Hamda yoshlardan iltimos o'zingizcha tayyorlangan to'y dasturxonida o'tiribsizlar. O'tiringlar yoshlar, baxtli bo'ling. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, endi hammalarga yoqimli ishtaha, yaxshi kayfiyatlarni tilab, hammamiz bilamiz, to'y tantanalarimizning go'zalligi fayzsiz san'atkorlar bo'ladi. Ushbu oqshom sizlarning xizmatingizda avvalambor bugungi oqshomimizni necha yillarga tarixiy voqeaga aylantiradigan video muhandislarimiz, video operatorlarimiz xizmat etib turibdilar. Leyla Production studiyasining rahbari Muhammad do'stimiz hamda ajoyib video muhandislarimiz She'r do'stimiz hamda ajoyib do'stlarimiz xizmatingizda. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, bugungi oqshomimizni o'zining ajoyib taronalari, o'zining ajoyib o'ynovalari bilan chiroyiga chiroy qo'shadigan, to'y tantanalarimizning zavqi hamda ko'rkiga aylangan serqirra ijod sohibi, yosh, iste'dodli, umidli xonanda bugungi kechamizni ajoyib taronlarga hamda yaxshi kayfiyatlarga to'ldiraman deya qo'llari ko'ksida shay turgan Behruzbek Ishdavlatov hamda Beruzaxon Karayeva ajoyib taronlarni sizlarga taqdim etar ekan. To'y tantanamizdan zarim chiroyli hamda shodiyona o'tishga mana biz kafil o'tamiz. Albatta sizlardan yaxshi kayfiyat, chiroyli raqslar bo'lsa. Navbatda o'yinlarga ber qolamiz. Hech qachon yuzingizdan kulgu, chehrangizdan esa tabassumlar armasin deymiz. So'z bilan suhbatni yomon demanglar. Odamlar dunyo kelganda boqib, Ovul bilan qo'pil uni qarnida, ular ham dunyoga kelganda borlar. Qani kechlik to'ylar bor edi. Havo sizin. Get
Xudo xolasa yanada ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan bazma jamshidimiz davom ettiramiz. Bugungi oqshomimizda o'zining chiroyli yetim xizmatini qo'shtirgan avvalambor kelin kuyovimizning yaqin do'stlariga, oshna oilalarga, qo'shnilarga, qolaversa eng bir aziz insonlarga, to'y sohibalari nomidan azlarim katta minnatdorchiliklarni bayon etamiz. Ilohim qilayotgan xizmatlaringiz yaxshi kunlarda to'y egalaridan qo'shiq o'rtaysin deymiz. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, shu yerda eng bir chiroyli prizlarga, qolaversa bugungi oqshomimizda qo'yilgan sovg'a sarboylarga loyiq topilgan mehmonlarimiz bor. Ana shu yigitlarimizni, qizlarimizni, opa-uka, aka-singillarimizni davramizga chorlaymiz. Prizlarni, bugungi oqshomgi sovg'a sarboylarini egalariga qo'shamiz. Undan keyin Xudo xolasa boya aytib o'tganimizdek ajoyib taronalar bilan kechamizni davom ettiramiz. Avvalambor kuyov jo'ralar davramizga kelmoqingizni iltimos qilamiz. Yaxshi niyatlaringizni aytinglar. Undan keyin prizlar bor. Erkin, Jahongir, Arslonbek, Farid, Roman davradoshlar arasida o'zingizga kelinglar yigitlar. Marhamat, davramizga nomi tutilgan yigitlarimiz, ukalarimiz Erkinbek, Jahongir, Arslon, Farid, Roman. Marhamat, to'y davrasi sizlarga muntazir yigitlar. Rahmat, Mehroz rahmat. Avvalambor yaxshi niyatinglarni aytinglar iltimos. Kelinglar, uyalmasdan, tortilmasdan. Asal gulduros qarshi chalamiz mana shu yigitlarimizga harakatli Mehroz ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Bugungi yigitlarimiz o'z hissasini sovg'a sarboylari bilan yigitlarimizning sovg'a sarboylari endi xizmat qilgan opajonlarimiz, akalarimizni to'y davrasiga chorlab qolamiz. Hilolaxon, Zarifa, Sayora, Feruzaxon, Jahon, Gulnoz dugonalari, Sultonposhsho, Muhabbat opa, Robiyaxon o'sinlari bor ekan davramizda. Ushbu oqshom mana shu opa-singillarimizni davramizga chorlaymiz. San'atkorlardan iltimos ajoyib kuylovlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Kelinglar davramizga. Hilola, Zarifa, Sayroxon, G'uncha, Jahon, Gulnoz dugonalari, Sultonposhsho, Muhabbat opa, Robiyaxon o'sinlari. Kelinglar, opalarimiz, singillarimiz to'y davrasilariga muntazir. Qani ketdik. Kelinglar, nomus tutilgan mehmonlar. Yaxshi kuninglarga buyursin. Shuhrat tog'alarini alohida davramizga chorlamoqchimiz. Shuhrat tog'alari. Shuhrat tog'alari hamda Aysulu kelinlari davradoshlar arasida bo'lsangiz marhamat, ajoyib sozlardan qo'llab-quvvatlaymiz. Shuhrat bey, salomlar. Ana endi kelin podshamizning azlar ushbu oqshom yaqinlaridan sovg'a prizlar qo'yilgan. Unga qadar bu mehmonlarimizni davramizga chorlagunga qadar xushovoz xonandamiz, kuyov bolamizning sinfdoshlari G'ayratbek ajoyib o'ynovalar bilan kechamizga mehmon tariqasida buyuribdilar. Demak, G'ayratbek tayyorgarliklaringizni ko'rtirmoqingizni iltimos qilamiz. Sultonposhsho, Gulnafat hamda Kunduz
Gulora, Uldan ammalari, Gulnoz, Rayhon, Mehribon, O'razgul, Gulim ammalari, Bibi Sofat ammalari, davradoshlar arasida bo'lsanglar, marhamat, Guldonaxon sizni ham chorlaymiz, opam, singillarim, to'y davrasidagi muntazir ajoyib sozlar ostida kunimiz tomonidan qo'yilgan sovg'a-yu sarpoylar prizlar. Qani ketdi ajoyib sozlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Marhamat. Hey! Sultan Podsho, Guldona, Qunduz, Gularam, Ulkan ammalari, Gulnoz, Rayhon, Mehribon, O'razgul, Gulshan ammalari, Gulim ammalari, Bibi Sofat ammalari. Hurmatli do'stlar, aziz mehmonlar, yana bir marotaba hammalarga ushbu oqshom to'y tantana muborak bo'lsin. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Allohim yetganni ham, yetmaganni ham faqat mana shunaqa ezgu kunlarga yetkazsin. Aziz Turkmaniston vatandoshlarimiz bilan, aziz millatdoshlarimiz bilan bir dasturxon atrofida mana shunaqa yaxshi kunlarda diydor ko'rishtirganimizdan azlarim benihoyatda xursandmiz. Azlarim hammalarga omad bersin, baxt bersin. Aziz vatanimiz Turkmaniston elimizga borish nasib aylasin. Uylar qilinglar, imoratlar qilinglar, mashinalar olinglar. To'ylar qilinglar, Xudo xolasa topganinglar. To'y tantanaga yaxshi kunga buyursin deya niyat qilib qolamiz. Vaholanki bugun to'y tantana yaxshi udum an'ana. To'y bahona do'stlarim diydor ko'rishdik yana. Kelinchi 2 yosh, biri oydir, biri quyosh, xizmatidan charchamas. Do'st yoru qarindosh. Ular bo'lsin omon boshi, so'nmasin baxt quyoshi. Yaxshi niyat xalqimning to'ydan chiqmasin boshi. To'ydan boshiga chiqmasin. Azizlar, zero ayting kimdan kabi do'stim bor mening. Sizdek aziz mehribon xalqim bor mening. Omoniyam bersin azizlarim, hammalarga yaxshi kayfiyatlarni tilagan holda yanada kechamizni ajoyib taronalar, sho'x sadolar bilan davom ettiramiz. Boya aytib o'tganimizdek, kuyov bolamizning sinfdoshlari, yosh iste'dod sohibi, yosh umidlarimizdan o'z sohasining zo'r mutaxassisi G'ayratbek ukamiz ajoyib taronalar bilan kechamizning mehmoni bo'lib turibdilar. G'ayratbekning ajoyib taronalaridan bahra olar ekanmiz. Yana bir marotaba hammalarga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Davraga tush, davraga tush. Qanot yozgin misoli qush. O'ynaganlar bo'ladi xush. Aytgan qo'shiq namoz. Yeah!
uzaklarında gel bana seni gezmek bekleyen bir beni sanki.
Rahmat, Bayram akamizga. Hurmatli do'stlar, mana shu yerda yana bir 5 daqiqa vaqt insonimiz, undan keyin xudo xolasa ajoyib taronalar, cho'q sadolar bilan bazmajamchiligimiz davom ettiramiz. Sog'a sarboyli mehmonlarimiz bor. Ushbu oqshomimizni eng bir chiroyga chiroy qo'shtirgan insonlarimiz, qo'yganlarimiz. Marhamat. Narsohot do'stimiz 100 lira prezning egasi qo'ydi. Narsohot do'stimiz davramizga kelganimizni iltimos qilamiz. Ajoyib sozlar ostida qo'llab-quvvatlaymiz. Harakatli sozandalarimiz Narsohot do'stlariga. Nargiz hamda Xurshid davradoshlar arasi bo'lsalar, marhamat. Davramizga kelinglar, 50 lira prizlar bor. Nargiz hamda Xurshid ajoyib sozlar ostida qo'llab-quvvatlaymiz. Nargiz hamda Xurshid bekdan 50 lira priz qo'yilgan ushbu oqshomimizda marhamat chiroyli raqslarga tushsalar, ketdik. Alaydarzlar Turkisi Shimorosimiga navbat yetib keldi. Kartonlar düğün saloni Tersalom sizdan rijomiz pastda yo'qolib. Kelinlarimiz davramizga tushsalar, Onajon adasiga bir taqsim qilib salomlar bersalar, ushbu oqshom kelinimiz sovg'a sarpoylari bor ekan. Mana shu sovg'a sarpoylarni olsalar, ajoyib o'yinlar bilan qo'llab turaylik. Barbe marhamat davramizga tushinglar. Kelimizning onajonlarga, analariga bitta ta'zim qilib qo'ysalar, kelamiz. Marhamat davramizda borlarmi? Kelimizning onajonlari bormi davramizda? Onajonlar nomidan bitta ta'zim qilib qo'yasiz. Keling podsho, bitta ta'zim qilib qo'ying. Guldiroz qarsalar ostida adam o'tgan sovg'a sarpoylarni boramiz. Dunyodagi eng shirin ne'mat bu farzand. Ilohim har bir ona mana shunaqa farzandni huzur halovat ko'rish nasib aylasin. Yaxshi kunlardan boshiga chiqmasin. Baxtli bo'linglar. Rahmat. To'rtinchi shumorosi ushbu oqshom kelinlar kuyovimiz uchun.
nikoh teklari. Avvalambor şuna tamam yoldan kesiyle iltimos. Gelin döküyoruz. Azar Dunduros karsekleriniz ostida. Marhamat, bir-biringizga inom etib olaylik iltimos qilamiz. Umringiz to'kkan mushurlar bo'lsin. Ustidagi gullar kabi ochiqlar bo'lsin. Hamisha har doim baxtirobat bo'lsin. To'ylaringiz muborak, hayot muborak. Marhamat, kuyov jo'ralardan shirin taom tortlardan keyin shampon sharoblari bo'lib oladi. Pastay chiqarib olmabin, pastay chekin. Pastay chiqaraman, pastay. Nikoh uzuklari shampon sharoblardan keyin urf odat bo'yicha shampon sharoblardan keyin nikoh uzuk topiladi. Haftalardan quvvatlaymizda keyin döküyoruz aslanım. Hazır karşı eşlim yok, karşı eşlim yok. Kurban dostlar. Zarif. Kapan. Leyla Suya, Rasulullah Suya koyiri. Zarif Bey. Zarif Bey, hozir dadangiz hamda ayangizdan telegramma keldi. Onajoningiz hamda otangiz telegramma yubordilar. Hozir yigitlar mening WhatsApp'imga olib bordilar. O'shani o'qib eshittirsam bo'lam, yodlab oldim. Abdulla akam hamda Recep Qo'lingandan o'g'lim. Assalomu alaykum avvalambor, qo'shganing bilan qo'shshaqlari deydilar. Yoningdagi yoring senga ham yor bo'lsin, ham do'st bo'lsin. Bizga qiz bo'lsin dedilar. Ilohim onajoning bilan baxtingni ko'ray dedilar. Otasini o'g'li desangiz o'zi tushunadi dedilar. Endi bilmaymiz, adangiz eng bir yaxshi niyatlarni onajoningiz bilan tilak qilibdilar. Halol topganing dedilar, to'y tantanaga buyursin bolam dedilar. Azar dadaning yaxshi niyatiga bitta guldiroz qarshi chalinglar, iltimos. Dadalarimiz uchun siz baxtli insonsiz, otangiz bor, yopishib oling. Oyoqlarga yiqilib oling. Vaqti kelib taqqan şapkasından ismini topolmaysiz do'stim. Otasi bor, otasi bor. Otasi bor inson har doim omadli, baxtli sezilar ekan. Ilohim dadalarning duosidan hech arimasin. Otasi bor insonning davlati bor, barki bor. Har doim sog'ingani eng bir chiroyligi bor. Dunyoda go'zalligi mardu mardoni bor. Men dadamdan boyman. Chunki dadam bor. Bitta guldiroz qarsak dadamga
kunlarni ko'ringlar. Onam bor dunyoning lazzati pargi. Bu chiroyim har doim zamoni argi. Farishtadek moniydan padar zulkim bor. Onajonim siz omon bo'ling. Siz baxtim bor. Zara! Kelinglar, kuyovjo'lar hamda kelinimizning dugonasi keling do'stlar, qizim yaxshi niyatimni aytaman deb turibsiz, marhamat. To'ylar oraya bo'lsin, to'ylar to'yg'ulashsin. İştirak kapatalım, düğün salon personel. Arsalan dostumuzun ajoyib etiklar ostida bugungi oqshom kelib o'tganimizni maqsadiga Biraz uzakroq olinglar, iltimos uzakroq. Kelin fondasi uzakroq olinglar. To'ylar to'yg'ulashsin.
Navoiyga bitta duo qilib bering, sizdan iltimos keling. Boshimiz yana bir marotaba akajonim, assalomu alaykum. To'ydan muborak bo'lsin, ilohim. Farzandlaringiz yaxshi kunlar ko'ring. Rahmat akamizga bitta guldiroz qarshi aytamiz. Azar endi bugungi oqshomimizni bir vaqt poyoni ham yetib keldi, lekin mana shu akalarimizning iltimosiga binoan ukalarimiz uchun ikkita bir juft kuy-navo aytib bermasak, bu maqsadga muvofiq ish qilganimiz bo'lmaydi. G'ayratbek Shavvoz xonandamiz, bugungi oqshomimizga xizmat qilgan xonandalar Behroz hamda Feruzaxon, sizlarga katta rahmat. Bo'ldi aka, bo'ldi. Mana shu akamdan hozir iltimos qildik, harakatning to'ydan boray bo'lsin. Shohid. Hareketli to'ydan boray bo'lsin, G'ayratbekdan ajoyib Xorazm kuy-novalari Paxxa akalarning iltimosiga binoan farzandlar uchun to'ylar jo'ylashsin, to'ydan boray bo'lsin, yoshlar baxtli bo'ling, baxtiyor bo'ling. Omonina baxtina bersin. Hareketli!
turmushga chiqmagan qizlarimiz kelinimizning orqasida turasizlar. Ana turmushga chiqmagan qizlar, singillari hamda uylanmagan aka-ukalarimiz kelinlar kuyovimiz orqasida turinglar. Urug' odatimizga mehmon Gulnoz vorasiz Zarifbek. Siz ham qo'shilib turing. Keling yonida turing Zarif. Kelinimizning yonida turing. Har zamon bir-biringiz birga bo'linglar. 1 2 3 oq bolasi bilan Guldiroz qarshi chalamizda. Gulni tutgan yigitimiz omadingiz bersin. Rahmat. Yor-yorlar sadolari ostida kelib do'konimizni baxt to'ylarga uzatamiz. Qani keklik to'ylar boryapmiz. Partilerge uzatamiz ha. Marhamat yoshlarimizni baxt to'ylariga uzatamiz. Zarif baxtli bo'ling. Сегодня мистер Уик. Lan. Tamam açtılar beri kay seni zet bulmaydı. Bu ne? Erkin Berduan. Kim biri? Haydi. Cilmeyin, cilmeyin. Bayağı eski. Boldu ha, sındırıp alırsan. Biz önerimiz var adı şu kırık baba çıkmasın atışıramız abi. Memleket güderi. Bira-bira klip parang-parang. Ya. Tengkur nggak bro? Ay maşallah. Aynen. Konuşma kal. Başka yok mu? Ez yok mu bunun? Evet. Geçen etkende kayıt bir süre kahvaltı.